Bugungi selektorda hurmatli prezidentimiz paxta yig'im turimini ko'tarinkilik bilan amalga oshirish vazifasini belgilab berdilar. Namangan viloyati tekstilga ixtisoslashgan viloyat hisoblanadi. Bu bizning ham iqtisodiyotimiz uchun o'ta muhim. 214 ming tonna paxtamiz bor. Paxtani o'zimiz mana shu shartnomaviy rejalarimiz bor. Shuni har kuni mana shu favqulodda vaziyatda ish tashkil etib, oktyabr oxirigacha to'liq bajarishini ta'minlaymiz. Shuningdek, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish yuzasidan ham topshiriqlar belgilab berdilar vazifalarni. Bizda mana shu ko'mir ta'minotida yoki ko'p qavatli 19 ta uyimizni ta'mirlash ishlarida kechikishlarimiz bor. 1-oktyabrgacha to'liq ko'p qavatli uylarni ta'minlash, 10-15 oktyabrgacha ko'mir bilan aholini ta'minlash bo'yicha barcha zarur choralarni ko'ramiz. Shuningdek, hurmatli prezidentimiz investitsiya va eksport masalalariga alohida to'xtalib o'tdilar. Bu yo'nalishda o'tgan yil biz 3 milliard dollar viloyatimizga xorijiy investitsiyalarni jalb qilgan bo'lsak, bu yil 4 milliard 200 million dollarlik xorijiy investitsiyalarni jalb etishni o'zimizga maqsad qilib qo'yganmiz. 9 oy yakuni bilan 3 milliard 100 million dollarlik investitsiya kiritilishi kutilmoqda va yil yakunigacha to'liq bajarilishini ta'minlaymiz. Eksportda ham hozirgi kunga qadar 649 million dollar eksport bo'ldi. Buni yil yakunigacha 1 milliard dollarga yetkazib, o'tgan yilga nisbatan 30% ga oshirishini ta'minlaymiz. Xulosa qilib aytganda, hurmatli prezidentimizning viloyat, shahar, tuman hokimlariga favqulodda holatda mana shu ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish nuqtai nazaridan ish tashkil etish bo'yicha barcha topshiriqlarni Namanganda bajarish ta'minlanadi.